qadimdan oila davrasida ota-ona, aka-uka, opa-singil, qavmu qarindoshlar va yoru do'stlar bilan jamlanish xalqimizning azaliy qadriyati va milliy urf-odatlari edi. Bunday xayrli an'ana ulkan ta'lim-tarbiya maktabi bo'lib, mehr-oqibat, rahmdillik, ahillik, birdamlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarni yanada mustahkamlaydi. Dar haqiqat, ro'za tutganlarga iftorlik berishda juda katta ajr va mukofotlar va'da qilingan. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlarki: "Man fattara so'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-so'imi shay'an." Rawahu Imom at-Tirmizi. Kim bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, unga o'shaning ajricha ajr beriladi. Ro'zadorning ajridan biror narsa kamaymaydi deb marhamat qilganlar. Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan tarovih va xatmi Qur'onlarimiz, xayr va ihsonlarimiz, bergan zakotlarimiz va boshqa xayrli amallarimiz tufayli ko'pchiligimiz onadan yangi tug'ilgan go'dakdek gunohlardan forig' bo'lib, ko'plab savoblarni qo'lga kiritdik deb umid qilamiz. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qilgan: "Asta'izu billah liyuwaffiyahum ujurahum va yazidahum min fadlihi innahu g'afurun shakur." Zero Alloh ularning ajrlarini komil qilib berur va o'z fazlini ularga yanada ziyoda qilur. Albatta, u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Fotir surasi 30-oyat. Mufassirlar ushbu oyatdagi o'ta shukr qiluvchidir kalimasini Allohning shukr qilishi ozgina savobli ish uchun ko'pgina mukofot ato etishidir deb tafsir qilganlar. Haqiqatan ko'pchiligimiz Ramazon oyi va ro'za ibodatining hurmatidan nafsimizni imkon qadar tarbiyalash, go'zal xulqli bo'lish, o'zgalarga yordam berish kabi yaxshi xislatlarga odatlantirdik. Shuningdek, o'zimizni yomon odat va ishlardan tiyishga harakat qildik. Endi mana shu yaxshi odatlarni kelgusi oylarda ham davom ettirishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagi sanoqli narsalarni bajarsak, barchamiz jannat ahlidan bo'lishimizni kafolatini berganlar. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah usduqu idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha atumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Imom Ahmad. Sizlar menga 6 ta narsaning kafolatini bersangiz, men sizlarning jannatga kirishingizga kafolat beraman. Gapirganda rost gapiringlar. Va'da berganda vafo qilinglar. Omonat berilsa salomat qaytaringlar. Nomuslaringizni saqlanglar. Ko'zlaringizni tiyinglar. Qo'lingizni zulmdan tiyinglar deb marhamat qildilar. Azizlar, hayit o'zaro bir-birimizni bayram bilan tabriklaydigan kun. Bu kunda bir-birimizga xursandchilik ulashaylik. Yoshlarimizga ham hayitliklar ulashib, bayram shukuhini his qildiraylik.
Zero kishi o'zgalar bilan muomalaga kirishganida shirin so'z va kamtar bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Bugun azizlar, quvonadigan kun. Ulug' damlarni biz xalqimizda odat bo'lib qolgan hayit kunlari azaga aylantirish. Ana o'shanga juda ham e'tiborli bo'laylik. Bugun bayram, xursandchilik qilinadigan kun. Bu ulug' damlarni azaga aylantirmaylik. O'tganlarni eslash, ruhlarni shod etib, duoyi xayrlar qilish yaxshi amal, albatta. Lekin bular hayit bayramiga ta'sir qilmasligi kerak. Shunday ekan, bu bayramni shodiyona bilan o'tkazaylik. Ushbu fursatdan foydalanib, qo'limizni duoga ochaylik. Alloh taolo bu go'zal yurtimizdagi tinchlik va xotirjamlikni yanada ziyoda qilib, mehnatkash xalqimizning turmush tarzini bundanda farovon aylasin.